Prənik qilish sunib keldim. Shunchalik yumshoq yeyishlik chiqdi. Qaniyamsa qilishni boshlab ketaylik. Ketarlik materiallarni ekran ustiga chiqarib qo'ydim. Avval suv moyi bilan sodani yaxshi elashtirib olamiz. Bularni yaxshi elashtirib olgandan keyin aslimizni silib, aslimizni yaxshi elashtirib olamiz. Endi mana tuxumimizni silib, tuxumimizni yaxshi elashtirib olamiz. Tuxumimizni yaxshi elashtirib olgandan keyin shakarimizni qo'yib, shakarimizni yaxshi elashtiramiz. Shakarni bek uzoq elashtirib olsak bo'lmaydi, shakar erib kesib bo'lmaydi. Endi suyimizni qo'yib, suyimizni ishkinlashtirib olsak ham bo'ldi. Undan keyin powderimizni silib, powderimizni ishkinlashtirib olsak bo'ldi. Endi mana unimizni qo'yib, unimizni asta shunday bir yo'nalishda elashtiramiz. Elashtirib olsak mana shunday holat keldi. Mana endi lesimizdan keyin yerini taksiy qilib maynab olamiz. Endi xamirimizni bevaqadarimizga qachlab, leslarimizga taksiy qilib siqib olamiz. Navada bevaqadaringlar bo'lmasa, qulonlarda yumloq qilib, leslarga tizib olsanglar bo'laverdi. Endi mana tuxumning seriqini to'pik mushtaqtirib olsak ham bo'ldi. 6 gradusini tuvanroq, 4 gradusini yuqori qilib pishirib olamiz. Mana yumshoq balpranikimiz tayyor bo'lib ketdi. Amsa meni qo'yib qo'yishni unutib qolmanglar.